Bibi Xonim bu mashhur o'zbek shoiri va yozuvchisi Xurshid Davron tomonidan yozilgan tarixiy drama janridagi asardir. Asar buyuk sarkarda va davlat arbobi Amir Temur hamda uning sevikli xotini Bibi Xonim siymolari orqali o'zbek tarixining muhim davrlarini yoritadi. Asarda sevgi, sadoqat, davlatparastlik va ayol sha'ni kabi mavzular chuqur ochib berilgan. Bibi Xonim qissasi bu tarixiy voqealar asosida tuzilgan, o'tgan asrlarga bo'lgan hurmat va bugungi kundagi tarixiy tafakkur haqida chuqur o'ylantiradigan asardir. Xurshid Davron Bibi Xonim orqali noyob shaxslarni yorqin obrazda gavdalantiradi. Ularni qadrlash va tarix bilan munosabatini o'ylab ko'rishga taklif qiladi. Xurshid Davron asarni faqat tarixiy shaxs Bibi Xonim haqida emas, balki umumiy tariximizga bo'lgan munosabat haqida qalamga olgan. Bibi Xonim asl ismi Saroymulk Xonim bo'lib, 1341-1408-yillarda yashagan. U Chug'atay Ulusxoni Qozonxon qizi bo'lib, dastlab Husayn ibn Musallabga, keyinchalik Amir Temurga turmushga chiqadi. Amir Temur uni Ko'ragon unvoniga sazovor qilgan va Katta xonim, ya'ni Bibi Xonim deb atagan. Bibi Xonim asari orqali muallif nafaqat tarixiy voqealarni yoritadi, balki o'quvchini o'zbek xalqining boy tarixiy merosi, axloqiy qadriyatlar va ruhiy olamiga chuqur nazar tashlashga chorlaydi. Bu asar nafaqat badiiy, balki tarbiyaviy jihatdan ham katta ahamiyatga egadir. Bibi Xonim Amir Temurning sevikli xotini bo'lib, u o'z aql zakovati, sadoqati va go'zalligi bilan ajralib turadi. Asarda Bibi Xonimning shaxsiyati orqali o'sha davr ayollarining ijtimoiy hayotdagi o'rni, siyosiy voqealarga ta'siri va ularning or-nomusi yuksak darajaga ko'tarilgan. Amir Temur uzoq yurishlardan qaytganda Bibi Xonimning unga bo'lgan sadoqati va mehr-oqibati, dono harakatlari bilan to'qnashadi. Ammo ayrim voqealar, fitnalar tufayli ular orasida tushunmovchiliklar vujudga keladi. Asar oxirida Bibi Xonimning fojiali taqdiri orqali muhabbat va sadoqat mavzulari chuqur falsafiy mazmun kasb etadi. Ushbu tarixiy asarda yozuvchi tarixiy voqealarni badiiy ravishda tasvirlaydi. Asarni o'qir ekansiz, shunday ulug' shaxslarimiz haqidagi fikrlar, ma'lumotlar siz aziz kitobxonlarni befarq qoldirmaydi. Ushbu tarixiy asarni o'qishni siz aziz kitobxonlarga ham tavsiya qilamiz.